Yuboramoqchiman. Mana bu yerda ozginasi qolibdi. Shularni olib, endi esa bu instrumentlarni tashlashga. Mana bu uyda lava ko'rgandim, shu lavaga tashlab yuboraman. Mana birinchi boltadan boshlaymiz. Mana tushmay qoldi. Endi qaytadan mana teparoqdan otamiz. Mana birinchisi tushdi. Qilich ham tushdi. Kirka sal yondi. Mana endi esa biz o'zimizga kerakli bo'lgan aslahalarni tashlab oldik, instrumentlarni. Endi esa biz bir 3 tachalar almos blok tayyorlab olamiz. Mana birinchisi 2, 3. Mana 3 ta almosli blok. Endi mana bu qishloq uyini ko'raylikchi. Bu yerda kitob bormi ekan? Bu yerda kitob yo'q. Bu yerdan surib ketib yo'qol. To'xtanglar. Bu yerda qishloqqa gapirdimi? Mayli, bo'lmasa bu uyda ham kitob yo'q ekan. Xo'sh, mana bu yerdagi uylarni ko'raylikchi, bormi ekan kitob? Bu uylar kichkina ekan. Bu uy butunlay qishloqda o'zida yo'q. To'xtanglar. Bu yerdagi qishloqlar nima qilishyapti? Mayli, xalaq beroqdek. Endi esa biz mana bu yerdagi uylar bormi ekan deb qarasam, bu yerda uylar yo'q. Endi esa biz bu yoqda bir uy ko'rgandek bo'ladik. Shunga ertaga boramiz, chunki hozir kech bo'lyapti. Shu hozir uxlab olish kerak. Mana kech bo'lib qoldi. Voy, tushib ketdim. Sanati. Mana chiqib oldik. Endi esa biz boya mana bu uyga o'tamiz. Mana shuncha lapizlar, yotoq. Mana shu tarafda ketamiz. Mana ana bu qishloqqa. Endi esa biz ketdik. Shu qishloqqa borishimiz kerak. Endi esa o'sha qishloqda kitob bormi ekan, shuni tekshirib olamiz. Biz chunki boydan zo'rroq aslahalar, instrumentlar qilib olishimiz kerak. Boy bizni o'ldirishi mumkin. Shuning uchun biz mana bu yerda suv bor ekan, shunga sakraymiz. Mana o'tib oldik. Mana nihoyat qishloqqa yaqinlashib qoldik. Bu yerda shaxta bor ekan. Mana qishloqqa ham kelib qoldik. Endi esa biz bu uylarni ko'ramiz va kitobi bor bo'lsa, sizga o'zimizga sehrlash stoli tayyorlab olamiz. Bu uyda kitob yo'q ekan. Mana bu yerda kattaroq uy bor ekan. Shunga kirib ko'raylikchi, bu yerda bormi ekan. Mana nihoyat tablni qo'yib, o'zimizga sehrlash stoli yasab olamiz. Mana yasab oldik. Sehrlab bo'lgandan keyin bolalar bo'lmasa ko'rishaman. Kim videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsa, like va obuna bo'lib ketasizlar. Shu oyda oxirgacha 150 ta bo'lmoqchiman. Mana bolalar va nihoyat sehrlab bo'ldim. Mana bu aslahalarni endi kiyib ko'ramiz. Mana shu qilichlarni ko'ringizlar. Endi esa biz aslahalar kiyamiz. Mana uncha sal ko'zimni yopib qo'ydi. Mana yechib ko'ramiz. Yaxshi bo'ldi. Mana yaxshi chiqdi menimcha aslahalarim. Mana ko'ramiz endi. Mana juda ham xirra ko'ryapman, chunki ko'zimni yopib qo'ydi. Endi esa biz bu yerdagi narsalarni olib ketamiz, chunki agar boy kelsa, bu qishloqni ko'rib qolsa, biron nima qilganimni bilib qolishi mumkin. Shuning uchun biz tezda endi narsalarimizni olib oldik. Endi esa biz bu qilichlarni ishlatib ko'ramiz. Endi esa biz mana bu yoqdan bironta hayvon qidirib ko'ramiz. Bu yerda hayvonlar uncha yo'q ekan. Bu yerda qo'y bor. Mana bu qo'yda ishlatib ko'ramiz. Mana urdik. Yo'q, bitta zarbada o'lib qoldi. Menimcha joni kam ekan. Endi esa bu yondiradigan sehrli bitta qilichim bor edi. Yaxshi chiqmay qoldi bitta qilich. Shuning uchun yana bir marta qilich yasab sehrladim.
Endi esa biz qishloqlarda sinib ko'ramiz. Mana ke qishloqqa seni urib ko'ray. Mana yaxshi yondiryapti. Bu boy bilan urushishda bizga yaxshi yordam beradi. Endi ikkinchi sehrni ishlatib ko'ramiz. Mana bu qishloqqa o'lib qoldi. Chunki joni kamroq ekan. Bu qishloqda endi sinib ko'ramiz. Bu oq kiyimdagi qishloqda mana yaxshi uchirvordi uzoqroqqa. Endi buni 2-3 zarbada o'ladi. Endi esa buni o'ldirib qo'ya qolamiz. Endi esa biz bu qishloqlarni ham ko'ramiz. Yaxshi ishlayaptimi? Yaxshi, juda ham yaxshi ishlayapti. Bu qishloqlar 2-3 zarbada o'lib qoladi, lekin boy unchalik o'lmaydi. Uni aslahalari va qilichlari bor. Shuning uchun biz buni qilichlarni ishlatib ko'ramiz. Bu yerdagi qishloqlarni uramiz. Mana bu qishloqni ham urdik. Mana o'ldi. Bu ham endi esa biz o'qib olamiz tag'in. Biz endi esa boydan ham kuchliroq bo'lishimiz uchun endi oltin olma qilishimiz kerak. Shu joyni tezlashtirib yubordim, chunki olma topish juda ham qiyin bo'ldi. Mana bolalar, mana nihoyat shuncha daraxt sindirib, atiga 4 tagina olma qilib oldim. Endi esa bu oddiy olmani kuchlilashtirilgan, sehrlangan oltin olma qilib olamiz. Endi esa biz boy bilan jangga tayyormiz. Boy meni qo'yib yuborgan edi. Endi esa biz crafting table'imizni olib, o'sha qishloqqa boramiz. Mana shu tarafda edi. Biz tezda endi o'sha qishloqqa borishimiz kerak. Boy kelib qolish kerak. 1-2 kunda shaxtadan o'sha vaqtgacha kutamiz. Endi esa biz bo'lmasa bolalar shu qishloqqa yetib olgandan keyin ko'rishamiz. Mana bolalar, va nihoyat shu qishloqqa yetib oldik. Endi esa biz boy kelganda uni qo'qqisdan zarba beraman. Shuning uchun mana shu uyga kirib pistirmada kutaman. Agarda kim shu yergacha videoni ko'rgan bo'lsa, like va obuna bo'lib ketasizlar. Ikkinchi qism ham tugadi.